Qilayotgan ishlaringizdan juda ham xursandman. Anchadan buyon bizning jamoamizdasiz, sizni hurmat qilamiz. Albatta rag'batlantiramiz. Jamoamizda sizdek insonlar ko'paysin. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan rahbar ayollar haqida suhbatlashamiz. Rahbariyatdagi ayol faqatgina o'zining boshqaruvi yoki strategiyasi bilan emas, balkim o'zining ohangi, fikri, qaror qabul qilishi bilan juda ko'p ayollarga, juda ko'p insonlarga namuna bo'la oladi. Rahbar ayol uchun etiket bu faqatgina tashqi ko'rinish emas, balki uning strategiyasi, o'zining tutishi va albatta eng tig'iz vaziyatda ham to'g'ri qaror qabul qila olishi, panikaga tushmasligidadir. Bu uchun esa albatta etiket qoidalari eng katta ko'makchi hisoblanadi. Rahbar ayol rioya qilishi kerak bo'lgan etiket qoidalari albatta o'zi umuman 7 ta asosiy qonun bor. Birinchisi bu rahbar ayol hamisha ko'tarinki, pozitiv, biroz jiddiyat aralashgan, ya'ni salobatli ko'rinishda bo'lishi kerak. Bunga esa albatta uning kiyinish uslubi yordam beradi. Agar rahbar ayol doimiy sport uslubida kiyinsa, unga albatta yonidagi xodimlar xuddi o'zining hamkasbi sifatida muomalada bo'ladi. Yoki deylik, rahbar ayol juda ham romantik uslubida kiyinadi. Gullar, ko'ylaklar, ziraklar, sochlar jingalak qilingan. Bu ham albatta u ayolning qarori jiddiyatini pasaytiradi. Shu sababdan rahbar ayol u qaysi sohada rahbar bo'lishidan qat'iy nazar, bu ta'lim sohasidami, bu ishlab chiqarishda bo'ladimi, bu umuman savdo sotiqda bo'ladimi, rahbar ayol o'zining juda ham jiddiy va odmi uslubi bilan, biroz to'q ranglar bilan o'zining jiddiyatini ushlab turish kerak. Keyingi qonun bu rahbar ayollarning ohangi hisoblanadi. Ya'ni agar rahbar ayol har doim qattiq gapirishga, har doim tez gapirishga, juda tez insonlarni tanqid qilishga o'rgangan bo'lsa, bora-bora o'sha rahbarning tanqidi xodimlarga hech qanday ta'sir qilmaydi. Aytganimdek qildingiz hammasini. Mana bu yerda biroz xato qilibsiz. Mana buni boshqatdan ko'chirasiz, iltimos. E'tiborli ishlashga harakat qiling. Bilaman, ishingiz ko'p, lekin bunaqa xatolik bizning ishimizga katta ta'sir qiladi. Shu sababdan mana bularni hammasini boshqatdan to'g'rilaysiz. Iltimos qilaman buni va oldindan rahmat olasiz. Rahmat. Chunki jismning bir qismiga doim uraverilsa, o'sha qismda immunitet paydo bo'ladi. Ya'ni og'riq bo'lmaydi. O'z ta'sir olish kuchini yo'qotadi. Xuddi shunday, agar xodimga faqatgina tanqidiy fikr bilan qaralsa, faqat tanqid qilinsa, xodim hech qachon o'z aybini tan olmaydi, eshitmaydi va o'sha ishda o'sish qilmaydi. Shu sababdan rahbar ayolning ohangi biroz jiddiy, sokin, xotirjam va hattoki o'sha maqtov, tanqid bilan aralash bo'lishi kerak. Hayajonlanmang, Marjona, hammasi joyida. Hozir panikaga tushmang. Hamma xato qiladi. Hozir sizni urishga ketadigan vaqtimizdan ko'ra, mana shuni to'g'rilashga ketasiz. Mana taklif bering 3 ta 4 ta. Balkim to'g'rilasa bo'ladi. Bunaqa xatolar bo'ladi. Faqat panikaga tushmasdan hozir o'tirib, nima qilsak to'g'ri bo'ladi. Bu xatoni to'g'rilaymiz. Shu haqida gaplashamiz. Siz hech ham xavotir olmang. Hammasi joyida. Aynan ishning rivojida rahbar ayolning ohangi juda ham muhim o'rin tutadi. Undan keyingisi albatta xodimlar bilan o'zaro munosabat. Eng birinchi qilinadigan ish, hatto xalqaro miqyosdagi dunyoning eng mashhur va muvaffaqiyatli prezidentlari ham uyidagi yordamchilari, hatto uydagi farroshlarini ismini yoddan bilishgan. Ularni ismlari bilan murojaat qilishgan. Nega endi biz rahbar ayollar kichkina bir kompaniyada yoki o'rtamiyona kompaniyada xodimlarimiz ismini bilmasligimiz kerak. Agar siz hurmatga ega, sevimli, lekin shu bilan birgalikda qarori so'z o'tadigan rahbar ayol bo'lishni istasangiz, xodimlar ismini eslab qolishni o'rganing. Xodimlar bilan muloqot qilayotganingizda ularning ko'zlariga qarashga, ularni eshitishga, ularning savollariga javob berishga harakat qiling. Men aytgan edim, mana shunaqa flayerlarni ko'paytirib, nima qilib mediada nimalar qilishimiz kerak edi, lekin hali ham qilingani yo'q.
sizni taklifingizni nima qilaman? Har safar taklif, jim bo'lib o'tiring. Men gapiryapman sizga, topshiriq beryapman, yozib oling undan ko'ra. Faqat o'zingizlarni aqlli tutasizlar. Men ham rahbarman, necha yildan buyon bilaman nima qilishni. Xodim bo'lib olib, jo'jaga o'xshab aql o'rgatasizlar, bitta foydasi yo'q. Qilish kerak, men aytdimmi, qana qilingan ishlar. Faqat taklif. Zamon o'zgargan deysiz. Men ham bilaman joy yaxshi, zamon o'zgargan. Eshiting undan ko'ra meni gapim. Aytdim o'tgan safar, mana flyerlarni taxlash kerak, olib borish kerak, konsertlarga olib borish kerak, yoki pulni tikish kerak, mediaga tikish kerak. Siz faqat taklif unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Bo'lmaydi unaqa. Men vaqti taklifingizni eshitmay, buyrug'imni bajaring, bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Oyligingizni olasizmi? Men topshirig'imni bajaring. Men ham bilaman zamon qanaqaligini. Hammasi aqlli. Va juda ko'p rahbar ayollar etiketda aynan mana shu joyda xato qilishadi. Majlislarda, tadbirlarda faqatgina o'zlari gapirishadi. O'zlarining talablarini qo'yishadi va takliflarni eshitmaydi, qabul qilmaydi. Aynan mana shu etiket qoidasi xodimlarni eshitmaslik, ular bilan muloqot qila olmaslik, faqatgina o'zingiz haqingizda gapirishingiz, faqat o'zingiz gapirishingiz bu ishingizning muvaffaqiyati yoki sizning hurmatingizni belgilamaydi. Aksincha, haqiqiy dono rahbar ayol, tarbiyali rahbar ayol xodimlarni eshitadi, majlislarda o'sha muvaffaqiyatli ishning asosiy qismida turgan xodimlarni eshitib, ular bilan birgalikda murosa qiladi. Kecha rosa shunaqa erim ming'illadi. Anunda olgan pulimiz bor edi-yu, o'shani qo'ymagan gapir qaynanamni eting. O'tiravering hozir. Qaynanam ham shunday issiq ovqat bo'lmaganiga shunaqa charchaganman. Umuman eplolmayapman uyga borib. Men bitta uyga kelsam bu, xodimlarga kelsam bu, anaqa qilib yotib, ma'nini to'g'rilab yuboring siz. Ma'ni to'g'rilamagansiz, men pechat bosish kerak. Eplolmayapman. Shu charchab ketyapman. Kecha davleniyam chiqqan, dumalab qolganman uyda. Men ma'nini to'g'rilaysiz. Bitta kofe ham qilib yuboring. Albatta rahbar ayol bo'lish oson emas. Ham uyni eplash kerak, ham farzandlarni eplash kerak, ham xodimlar bilan muloqotda bo'lish kerak. Bilasizmi, juda ko'p rahbar ayollarimiz aynan mana shu yerda etiket qoidasini buzishadi. Bu xodim yonida o'tirganda telefon orqali uy muammolarini hal qilish. Ya'ni sizning uyingizdagi muammolarni biror xodimingiz, hatto yordamchingiz ham bilish kerak emas. Chunki ko'p hollarda kinolarda kuzatamiz, real hayotda kuzatamiz. Umuman shunday keyslar eshitganmiz. Rahbarlarni eng birinchi sotadigan kim bo'ladi? Albatta, yordamchilari. Shu sababdan sizning oilaviy muammolaringiz haqida suhbatingizni xodim yoningizda bo'lmagan paytda hal qilishingiz bu sizning hurmatingizni oshiradi. Ya'ni ishda tartibga qo'yayotgan, demak uyda ham tartib bor. Ya'ni uyda tartib bor ayolga, rahbarga xodimlar ko'proq ishonadi. Rosa kecha muammolar bo'lgan. Menimcha hozir xodimlar keldi, gaplasha olmayman oilaviy muammolarni. Saldan keyin o'zim telefon qilaman. Xo'p, keling, kiring. Albatta keling. Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? O'tiring. Juda ham yaxshi. Juda ham xursandman siz ishlaringizdan. Ancha moslashib qoldingiz. Ana undan keyin yana rahbar ayollarimiz oila a'zolarini bu ishga aralashtirib yuborish, farzandlarning doimiy kelib ketishi, bu ishga doimiy aralashuvi, turmush o'rtog'ining o'zidan o'zi kelib buyruqlar berishi aynan rahbar ayolni eng qiynaydigan og'riqli qismi hisoblanadi. Agar siz biror kompaniya ochayotgan bo'lsangiz yoki ochgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan boshidan kelishib oling. Ya'ni siz xodimlarga buyruq bermasligi, sizning ishingizga aralashmasligi, farzandlaringiz kelib o'z xarakterini ko'rsatmasligi bu albatta sizning hurmatingizni oshiradi. Chunki bu yerda siz rahbarsiz. Sizning turmush o'rtog'ingiz bu sizning turmush o'rtog'ingiz. Sizning farzandlaringiz bu sizning farzandlaringiz. Ya'ni erkaligini, xarakterini sizga ko'rsatadi, xodimlarga emas. Mana shu narsalarga e'tiborli bo'lish kerak. Va albatta haqiqiy hurmatga ega bo'lgan rahbar ayol xodimlarni mehnatini ko'ra oladi va uni to'g'ri baholab, to'g'ri to'lov qiladi. Ya'ni oylik masalasida samimiy va halol bo'lish, xodimlarni o'sha ishiga yarasha, ish vaqt yarasha maosh to'lash bu muhim masala hisoblanadi. Bilasizmi?
juda ko'p tadbirkor ayollarda, juda ko'p rahbar ayollarda o'sha xodimlarni ishida minusiga qarab oylik kesish, boshqa masalalar o'sha daqiqada ko'rib chiqiladi. Lekin buni oldindan xodimni ogohlantirgan holatda, sizning ishingizda minus kuzatilyapti, bu oyligingizga ta'sir qilishi mumkin deb ogohlantirgan holatda qilish kerak. Chunki to'g'ridan to'g'ri bu narsani qilishingiz boshqalarga adolatsizlik bo'lishi va ko'rinishi mumkin. Mana shu masalalarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ana undan keyin keling yana bugun siz bilan o'sha rahbar ayolni hurmatiga, uni deylik ishiga, uni xodimlarni unga munosabatiga ta'sir qiladigan kinetический imij haqida suhbatlashamiz. Bu nima? Bu bizning tana tilimiz, ya'ni tanamiz orqali suhbatlashamiz. Xodim kelganda qo'limizni qattiq harakatlantirmasligimiz, narsalarni surmasligimiz yoki deylik har doim muloqot mobaynida qo'limizni qattiq buyruq ohangida xatti-harakatlar qilmasligimiz bizni emotsional boshqaruvdagi inson ekanligimizni yoki emotsional boshqaruv qila olmasligimiz, ya'ni bizni boshqarish mumkinligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Har doim tik holatda, biroz balandligi bo'lgan oyoq kiyimda, chiroyli klassik uslubdagi kiyimda va yuzimizda har doim biroz xotirjamlik, biroz jiddiylik bo'lgan tabassumni qilishingizni tavsiya qilaman. Aynan mana shu etiket qoidalariga qadam va qadam rioya qilishni boshlasangiz, har kuni bitta rioya qilishni boshlasangiz, atrofingizdagilar, xodimlar, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, umuman sizning hamkorlaringiz sizga o'zgarayotganini ko'rasiz va hayron qolasiz. Men biror bir sehrli narsa qildimmi deb o'ylaysiz. Chunki etiket, chunki tana harakati insonlarga haqiqatdan ham ta'sir qiladi. Keling, buni sinab ko'ramiz. Agar siz bir inson bilan yonma-yon o'tirganingizda biror harakatni qaytarsangiz, avtomatik ikkinchi marta qaytarganingizda u inson ham sizning xatti-harakatingizni qaytaradi. Bu psixologiyada isbotlangan. Oyog'ingizni chalkashtirib o'tirsangiz, birozdan keyin yoningizdagi inson oyog'ini chalkashtirib o'tiradi. Yoki deylik sal qichishishni boshlasangiz, u insonning tanasida ham mana shu kuzatuv boshlanadi. Nega bilasizmi? Chunki biz insonlar ong orqali gaplashamiz, ya'ni bir-birimizni boshqaramiz. Demak, siz o'z-o'zidan etiketga, xatti-harakatga, ovozga, ohangga va subordinatsiya, xodimlar bilan masofa o'rnatishni boshlar ekansiz, xodimlar ham o'z-o'zidan sizni hurmat qilishni, tushunarsiz holatda yuqoriga ko'tarib, sizga ergashishni boshlashadi. Shu sababdan rahbar ayol bo'lish oson emas, tushunaman, bu juda ham murakkab. Siz ham qaror qabul qilishingiz kerak, ham boshqaruvda bo'lishingiz kerak, ham rivojlanish uchun strategiya qilishingiz kerak, ham kerak bo'lsa qattiqqo'llik, ham marketingini yuritishingiz kerak. Bu oson emas, lekin buning barchasi izida bo'lish uchun va siz kutgandek bo'lishi uchun va xodimlar sizni hurmat qilishi uchun bittagina formula bor. Bu rahbar ayol etiketi. Aynan mana shu etiketga rioya qilar ekansiz, siz o'zingizni boshqalardan biroz boshqacharoq va masofada saqlar ekansiz, albatta siz muvaffaqiyatli rahbar ayol bo'la olasiz. Bundan tashqari, rahbar ayol o'sha tadbirlarda sovg'alar berishi, xodimlarni xursand qilishi, ularning oilasiga qiziqishi, ularning muammolarini bilishi va ularga ko'mak berib turishi ham rahbar ayolning kuchini, imkoniyatini va albatta hurmatini oshiruvchi hisoblanadi. O'ylaymanki, hozir bizni kuzatib turgan yosh qizlarimiz rahbar ayol bo'lishiga bir necha qadamlar qoldi. Yoki siz allaqachon biror loyiha rahbarisiz. Siz yirik kompaniya rahbari bo'lishingiz shart emas. Bir kichik loyiha rahbari bo'lsangiz ham siz rahbarsiz. Sizning qo'lingizda bitta xodim ishlasa ham siz rahbarsiz. Shu sababdan aynan mana shu etiket qoidalarini esingizda saqlang. Rahbar bo'lish oson. Insonlarni boshqarish oson. Insonlarga buyruq berish oson. Lekin eng qiyini o'zingizga buyruq berish, o'zingizga rahbarlik qilish, o'zingizga etiketga rioya qilishdir. Shu sababdan avvalo o'zingizga rahbarlik qiling. Etiketni birinchi o'ringa qo'ying. Siz muvaffaqiyatli rahbar bo'lishingiz uchun etiket qoidalarini doimiy tarzda takrorlab, sekin-sekin amal qilishni boshlang. Ishoning, hayotingiz, kompaniyangiz, loyihangiz
nafaqat O'zbekiston miqyosida, dunyo miqyosida juda ham yuqori o'ringa ega bo'ladi. Aynan etiket darslari haqida qiziqarli mavzular bo'yicha sizlar bilan bo'lishayotganimdan, sizlar bilan gaplashayotganimdan, jamiyatimizdagi ayollarni madaniyatga, o'zi shundoq ham madaniyatli bo'lgan ayollarimizni madaniyatga yanada yaqinroq bo'lishiga o'z hissamni qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Barchangiz bilan ko'rishib turganimdan, barchangiz bilan mana shu bilimlarni bo'lishayotganimdan o'zimdan faxrlanaman, sizlardan faxrlanaman. Tez kunlarda sizlar bilan jonli uchrashuvlarda uchrashguncha va keyingi darslarimizda kutib qoling. Omon bo'ling.